Oshqozon yallig'lanish kasalligi, ya'ni oshqozonda shilliq qavatini yallig'lanishi, oshqozon ichak traktini noregulyar ishlashi, bu ichak kasalliklariga olib kelishi, shularga to'xtalib o'tamiz. Oshqozonni gastrit kasalligi deb bu oshqozon shilliq qavatini yallig'lanishini tushunamiz. Oshqozonni shilliq qavatini yallig'lanishi qanaqa simptomlar bilan kechishiga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, ko'ngil aynish, ishtaha yo'qligi, ovqatlangandan keyin kindik sohadan yuqori tomonda, ya'ni epigastral sohada og'riq bo'lishi, ovqat hazm qilish funksiyasini buzilishi bilan kechadigan kasallik hisoblanadi. Bu gastritda qorin och qolganda ham og'riq kuchayishi mumkin, to'yib yeganda ham og'riq kuchayishi mumkin. Buni biz qanday izohlaymiz? Qorin och bo'lganda oshqozonda yallig'lanish prosessi kuchli o'tadi. Sababi oshqozondagi oshqozon so'ki, ya'ni xlorid kislota ko'payib ketadi. Bu oshqozonda kislotniy muhitni kuchaytirib oladi, ya'ni kisli sreda deymiz, kislotali muhit kuchayib ketadi. Qorin och qolganda achishish, xuddi kuchli pichoq sanchgandek og'riq bo'ladi, oshqozonda achishish kuzatiladi. Qorin to'ygandan keyin, ovqatlangandan keyin oshqozonda og'riq bo'lishi, bu ham shu oshqozondagi hazm qilish prosesini, ya'ni fermentlarning yetishmovchiligi sababli gastrit kasalligini qo'zg'alayotganini bildiradi. Endi gastrit kasalligi ikki xil turda bo'ladi. Gastrit A, gastrit B. Gastrit A'da kislotali muhitimiz pasayib ketadi. Kislotali muhit baland bo'lsa, bu gastrit B deymiz. Ko'proq bemorlarimizni gastrit B bezovta qiladi. Gastrit A bu axilliya желудка, oshqozonda axilliyasi deymiz. U yuqori yoshdagi, ya'ni katta yoshdagi insonlarda ko'proq kuzatiladi. Ya'ni tishi yo'q, tishlari yaxshi chaynay olmaydi, og'izdagi so'lak bezlari kamayib ketadi tishda yo'qligi hisobiga. Shuning uchun so'lak bezlarimiz kamayganda ko'proq axilliya gastriti, A gastritimiz kuzatiladi. B gastritimizda bunda kislotali muhit kuchayib ketadi. Sababi mana gazli ichimliklar ichilishi, har xil sharbatlar ichilishi, undan tashqari spirtli ichimliklar ichish, undan tashqari ko'p och yurish, och yurib to'yib ovqatlanib olish, bu narsalar ko'proq gastrit B ga sabab bo'ladi. Gastrit B'imizda kislotali muhit kuchayganligi sababli ovqat yegandan keyin og'riq bo'lishi, bu 12 barmoqli ichakka, oshqozonda 12 barmoqli ichakka o'tayotganda shu yerda ham og'riq bo'ladi. U endi nimaga olib keladi? Ham 12 barmoqli ichak yarasiga, ham oshqozon yara kasalligi, ya'ni eroziyalarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha ovqatni me'yorida, parhezga rioya qilib, imkoniyat darajada ko'proq qaynatilgan, dimlangan ovqatlar yeyishga harakat qilishimiz kerak. O'ta achchiq, o'ta sho'r tuzlamalar, gazli ichimliklar, bular hammasi bizni sog'lig'imizga zararga yuradi. Shuning uchun imkoniyat darajada parhezga rioya qilib, ovqatlanish ratsionini yaxshilashimiz kerak. Eng yaxshi ovqatlanish ratsioni bu oqsillardan iborat bo'lishi kerak. Oqsillarimizga qaysilar kiradi? Mana brokoli, karam mahsulotlari, undan tashqari tuxumni oqini qaynatib yeyish yoki omlet qilib yeyish, shu narsalar bilan ovqat ratsionimizni to'ldirishimiz kerak. Endi oshqozon yara kasalligi, oshqozonni yallig'lanish kasalliklarida ko'ngil aynish, qusish, epigastral sohada kuchli og'riq bo'lish, bularning hammasiga o'zi fuqarolarimiz yaxshi biladi. Almagel A ichishadi, noshpa ichishadi yoki simetikon yoki bo'lmasa xalq tilida chayniy soda deydi, shu sodali rastvorlarni eritib ichib olishadi. Shu bilan to'xtab qolishi mumkin og'riq deydi, lekin bu tuzalish emas, bu faqat simptomni ozgina yengillashtirib qo'yish xolos. Endi ko'ngil ayniganda serukal ichib olishadi tabletka yoki bo'lmasa ositron ukolini olib olishadi. Bu narsa bilan darrov kasallikni yenga olmaymiz. Kasalligimiz o'tkir holatda bo'lganda gastrit 2 kundan 10 kungacha davom etadi. Surunkali holatga o'tganda unda 2 yil, 3 yilgacha mavsumiy bahor, kuzda davolanishga to'g'ri keladi. Shuning uchun iloji boricha o'tkir holatda tezroq davolab olishga harakat qilinishi kerak. Bu harakatlarda asosiy maqsadi tezroq oshqozonda shilliq qavatini yallig'lanishini tezda tiklash, qaytarishga bog'liq bo'lishi kerak. Uning uchun
beriladigan dori darmonlarni o'z vaqtida vrach maslahati bilan olishimiz kerak bo'ladi. Biz maydon klinika shifokorlari, terapevtlari, gastroenterologlarni sizlarni sog'lig'inglarni himoya qilishga, sizlarni sog'lig'inglarni asrashga hamisha tayyormiz. Shuning uchun xizmatinglardamiz. Qachonki oshqozon, ichak, o't yo'llaringlar, o't pufaylaringlar yoki jigarlaringlar bezovta qilsa, biz xizmatinglardamiz. Imkoniyat darajada kasallikka yetib bormay oldini olishga harakat qilib, yordam beramiz sizlarning xizmatinglardan. Sizlarning sog'lig'inglar biz uchun muhim.